yoki Husanov hozir City darajasiga tortmayapti, o'sha O'zbekistonga kelganligi, bu yerdagi voqeliklar, bu yerdagi o'yinlari, o'sha Menimisi, boshqasi. So'g'dilxon esa Paxtakorni mag'lubiyatga uchratdi. Paxtakorga bilib nimalar bo'lyapti. 5 ta himoyachi bilan o'ynayapti. Hattoki 6 ta. Unitedda bitta minusi, Unitedda hujumchilar yetishmayapti. Lekin Viniga nimalar bo'lyapti? Ba'zida kerakli paytda kerakli joyida vaziyatlardan foydalana olmayapti. Assalomu alaykum do'stlar. Sport dunyosi studiyasida biz yana efirdamiz va xabaringiz bor, o'tgan hafta mobaynida Yevropa yashil maydonlarida shu bilan birgalikda o'zimizning Super Ligada ham bir qator qiziqarli o'yinlar va natijalar qayd etildi va shu nuqtai nazarda mana shu o'yinlarni muhokama qilish maqsadida bugun studiyada men Kamina Ikrom G'o'zimurodov va shuningdek mehmonimiz Otabek Tog'ayev. Men doimiy siz bilan shunaqa podkastlar orqali gaplashib turamiz. Niyat qildik. Imkon qadar har hafta mobaynida mana shu o'yinlardan keyin suhbatlashishni yana niyat qilyapmiz. O'ylaymanki, bu kuzatuvchilarimizga ham bo'lsa kerak. Shunday ekan, tasvirlarimizni kuzatib boring va bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videolarga like bosishni va izohlar yozib qoldirishni unutmang. Xo'p, demak, asosiy mavzuga o'tamiz. Qaysi biridan boshlaymiz, Otabek? Endi Ispaniya bor, Angliya bor, Superliga bor. Mavzu Angliyani ikki tomon bo'lganda, nima desam, Real Madrid bilan Barselonadan o'tib bo'lmaydi hozir. Yoki City, Abduqodirdan ham o'tib bo'lmaydi hozir. Ha, bu ham katta mavzu. Mayli, keling Ispaniyadan boshlaymiz. O'zi Ispaniya chempionati birinchi bo'lib asosiy planga chiqdi o'tgan hafta yakunida. Birinchi bo'lib Realning o'yinini ko'rdik. Valensiyaga qarshi o'ziga xos bellashuv o'tkazildi va ushbu o'yinda ko'rdingizki, qirollik jamoasi mag'lubiyatga uchradi. Endi siz ko'proq baribir ochig'ini tan olib aytasiz-ku, Realga ushbu o'yinda nimalar yetishmadi, nima tufayli yana mag'lubiyatga uchradi yoki Valensiya Realdan kechagi o'yinda, o'sha o'yinda yaxshiroq reja tuzgan ekanmi, kuchliroqmi? Inrod so'radi va yuqorida ta'kidlab o'tib ketish kerak edi. Premier Ligadan ko'ra hozir La Ligada Interga yuqoriroq. Bu bir sababi ham ko'proq yig'iladigan bo'lsak, murabbiy effekti qandaydir kamdek ko'rindi menga. Nimaga? Chunki Parotto, Vaskez, bilmadim, futbolchilar har bitta o'yinda o'sishni o'rniga bu Vaskez har bitta o'yinda jamoasiga ko'proq minus keltiryapti. Va Alabani ko'ryapmiz. Jarohatdan qaytdi, to'g'ri, mashg'ulotlarga kirishdi, ammo oldingi sport formasida emas. Yaxshi men Raul Asensio degan futbolchi chiqardi, misol uchun o'zini yosh, ko'zi qonga turgan desa ham bo'ladi. Shuni tushunmayman, nimaga Alabani tushiryapti, shunga Jamini misol uchun himoyachi emas-da. Yaqqol ko'rinib qolyapti. Bu har bitta o'yinda bitta himoyachiga xos emas xatolar qilsa ham Ancelotti nima uchun yana himoyaga qo'yapti buni sal tushunmayman shu narsani to'g'risi. Rejalar bo'ladi-yu, ana himoyada axir muammolar bo'lsa, Chouameni himoyaga olardi, Vaskesni istagan joyga qo'yish mumkin bo'lardi. Lekin oxirgi o'yinlarda sekin-sekin bu amaliyot o'zini oqlamayotgandek ko'ryapti-ya. Shida o'zini oqlamayaptimi? Demak, boshqa reja qilib qo'yish kerak. Boshqa narsani o'ylab topish kerak. Bu Chouameni baribir himoyachi emas. Tushirmaslik kerak himoyachi. Va o'yinga keladigan bo'lsak, faqat men emas, menimcha juda ham ko'pchilikda juda yaxshi taassurot qoldirdi kecha Mamardashvili Valensiyaning darvozaboni. Bilmadim, o'yinda sanadim o'zim 8 ta jami sev qildi-da o'zi. Yaqqol goldan qutqaradiganlar penaltidan qaytardi. Buzoqda o'sha Mbappeni tepganlarini juda ham zo'r o'ynab yubordi. Va shunda ko'rsatdiki, bekordan-bekor kelasi mavsum Liverpoolda o'ynayotganini qaysi tomonda sozlab qo'ydi. Yana shuni aytmoqchi edim o'zi. Mana bu yil endi Apelga o'tamiz-ku. Chempionlikni deyarli xato qilgan Liverpoolning darvozasi keyingi mavsum yana ham mustahkamlanishi mumkin bo'lyapti. Mamardashvili o'zi Yevropa chempionatida ham qancha qo'lga ko'ringan edi. Va kechagi o'yinda ham aynan uning sevlari tufayli ham Realning urilishi mumkin bo'lgan g'alabali gollari o'limadi deyishimiz ham mumkin, to'g'rimi? Real Madridda hujum juda ham zo'r. Bellingham o'zi erkin to'xtgan futbolchi, juda ko'p vaziyatlar yaratyapti. Mbappe boshlab qancha tanqid qilsa ham o'zini psixologik formasiga qaytib oldi bemalol aytsa bo'ladi. Jamoa ancha oldinga tortyapti. Vinicius penalti urilmaganda keyin qancha vaziyat yaratdi. Briandan keyin Rodrigo hujumni umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Lega va himoyadagi muammolarni hal qilish kerak. Bu mavsum anchagina himoyadan pansiyadan chiqdi baribir. Sarf olish kerak edi-ya. Lekin zo'r bo'lardi agar Realga o'tsa ha.
Endi o'sha aytib o'tyapsizki, Mbappe oxirgi o'yinlarda o'z darajasida ko'rsata olyapti deyapsiz. Haqiqatan ham shunaqa. Lekin Viniga nimalar bo'lyapti? Ba'zida kerakli paytda kerakli joyida vaziyatlardan foydalana olmayapti. Va mana Marca nashri ham e'lon qildi. Ancelotti shunaqangi bir intervyu bergan ekanki, endi bu yog'iga Real Madridda penaltilarni faqatgina bitta futbolchi tepadi. U ham bo'lsa Kylian Mbappe. Debdi, bu qanchalik to'g'ri? Shu xabarni eshitdim, keyin Shtroda yozib qo'yibdi. Bu safar endi bir marta tepadigan narsa bo'lmaydi. Mbappega buni olib kelmaydilar degan ekan, xullas. Yo, yaxshi. Nimaga yaxshi? Mbappeda baribir zarba kuchi ham bor. Jahon chempionati finalida o'sforlab qo'ygandi. Garchi darvozabon Argentina darvozaboni yo'nalish topsa ham o'sha birinchi penaltida gol bo'lgan. Endi Mbappe bo'lgani yaxshi baribir. Chunki Viniciusga ko'p muxlislar tosh otadi baribir. Mbappe o'zini qancha qo'yganmiz maydonda yig'laganlarini. Hissiyot qiliqlari ham bor-da. Hissiyotga berilib ketadigan futbolchidan Vinicius. Va bu hal qilish kerak bo'lgan vaziyatda qaysidir ma'noda rol o'ynashi mumkin baribir. Mbappe unaqa emas. Hech qanaqa janjallarga aralashmaydi unchalik. Tinchgina o'zini o'yinni qilib yuradi-da. Vijdoncha aytgani, Jaydarovich aytgani. Albatta vaqtimiz chegaralangan. Real mavzusi haqida ko'p gapirishimiz mumkin. O'yindagi voqeliklarga yana ham kirishimiz mumkin, lekin boshqa mavzularga ham o'tishimiz kerak. Hop, keyingi o'yin, aynan Realning mag'lubiyatidan keyin unumli foydalanib qolishi mumkin bo'lgan jamoa bu Barselona edi. Barselona g'alaba qozonsa, yana ham oldinga o'tib ketish imkoniyati bo'lardi. 6 ochko yana ketishi mumkin, to'g'rimi? Lekin Real Betis jamoasiga qarshi kechgan bahsda ko'rdikki, Barselona unumli foydalana olmadi ushbu holatda, ya'ni 3 ochkoga ega chiqmadi. Durang qayd etildi 1-1 hisobi va Barsa ham ochko yo'qotdi. Va endi oradagi farq 4 ochkoga yetyapti. Va shu o'yindagi vaziyat, yana oxirdagi o'yinning yakunidagi vaziyat, ya'ni Rafinha qiliqlari chiqdi-yu, hakam belgilangan vaqtdan oldinroq o'yinni to'xtatganligi uchun Rafinhani jajak qildi. Ammo Barsa o'yinchilari ham hakamlardan norozi bo'lishdi va shunaqangi bir izohlar ham tarqaldi. Hakamlar ko'proq Realga yordam beradi, Barsaga esa eskarisi. Va buni solishtirmoqchi bo'lsak, kecha yapamiz mana undan keyingi o'yinda ham Manchester derbisida hakamga men hayron qolganim, hujum davom etayotganda tutatdi-da o'yinni. Birinchi taymda ham City hujum qilayotganini tutatdi, ikkinchi taymda ham City hujum qilayotgan vaqt tutatgan. Hujum bor bo'lyapti. Asosan tugatib qo'yish kerak-ku hujumni, lekin tutatgan. Buni bu shunaqa. Vaqt hakam ham endi Barselona bilan Betis daraja ham bor. O'zida o'zi yollanmagan hakamlar. Yaxshi hakam bo'lishi tabiiy. O'yinni ham yaxshi boshqardi juda ham. Endi oxirdagi bitta momentda ushlab olib gapirish bu yaxshi emas, to'g'ri emas deb hisoblayman. Albatta, bu o'yinda ham ko'plab jarayonlar bo'ldi edi. Xullas, yakuniy natija hisobga kiradi. Mana shunday holat qayd etilyapti. Va bundan ham e'tiborlisi Adrian, ya'ni o'sha Betisning darvozaboni juda ham zo'r o'ynaydi. Bemalol Mamardashvili bilan Adrianni kechagi o'yinlarda taqqoslasa bo'ladi deb bir-biriga. E'tibor qilsangiz, bittasi Liverpoolning sobiq darvozaboni, bittasi esa bo'lajak darvozabon. Shunaqa. Aynan ular Real va Barsaga pand berishdi deyishimiz mumkin. Va o'ylashimcha, bu ikkala jamoaning natijasidan ham qanoatlangan va foydalangan jamoa Atletico Madrid bo'ldi. Atletico g'alaba qozondi va endi oradagi farq aynan birinchi o'rindagi Barselona bilan 7 ochkoni tashkil qilyapti. Endi Atleticoga baribir Chempionlikka imkoniyat bormi Atletico? qaysidir ma'noda bor. Oldindan tavakkal qilish qiyin, lekin mabodo shunaqa bo'lib qolsa, Real El Clasicoda yutsa Barsani, Barsa bilan 1 ochko farq bo'ladi Realda, Atletico bilan nab yutib borarsa 1 ochko farq bo'ladi, 4 ochko farq bo'ladi. To'g'ri, 4 ochko farq bo'ladi. Shuni inobatga olib, intriga bor desa ham bo'ladi hali ham Atleticoda. Chunki yana keyin o'yinlar bor, nima bo'lsa nima, oddiy. Kim kutadi bunaqa o'yinda Real Valensiyaga yutqizadi deb misol uchun. Endi futbolda hamma narsa bor. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Barselona ham juda ham yoqin, stabil, 4+ gol urib keladigan futbolnik, 4+ gol urib keladigan jamoa kecha Betisga durang o'ynab turibdi. Shunday ekan, biror narsa deyish qiyin. Hamma narsa bo'lishi mumkin va shunisi aniqki, endi Ispaniya La Ligasida chempionlik poygasi anchagina qizib boryapti. APLda qanaqa vaziyat deydigan bo'lsak, APLda Liverpool jamoasi, Arne Slotning jamoasi ancha avvalroq chempionlikni hal qilgandek ko'rindi, chunki
boshqa musobaqalardan, Yevropa Chempionlar Ligasidan, kubok bahslaridan chiqib ketgan jamoa faqatgina APLga e'tibor qaratgan, Liverpool yutqazib qo'ydi. Endi bu ham juda bir katta natija, endi katta ta'sir qilmasligi ham mumkin turnir jadvaliga. Lekin har holda mag'lubiyat qayd etdi ko'p. Endi qaysi manada APLning intriga bor. Chunki Liverpoolning taqvimi ancha qiyinroq ekan Arsenalga nisbatan. West Ham bilan o'ynaydi, Tottenham bor, Arsenal bor. Xullas yaxshi o'yinlari bor ekan qiyin jamoalarga qarshi. Undan ekan kechagi o'yindan xulosa qilsak, kecha Liverpool yaxshi o'ynamadi va Fulham vaziyatlardan yaxshi foydalandi. Shundan ekan qiziqsa bo'ladi hali APLga. Lekin Arsenal shunaqa odati bor bilsangiz. Tur yakunlanaversa, Arsenal populistni boshlayveradi. Shu odatini yo'q qilsa, Arsenal va o'tgan mavsum ham chempion bo'lishi mumkin edi. Oxirgi turlarda Cityga yo'l qo'yib bergandi chempion bo'lishiga. O'zi oxirgi ikkita mavsumda Arsenal, endi bu mavsumga qo'shadigan bo'lsak, 3 ta musobaqada chempionlikka juda yaqin kelyapti, lekin erisha olmayapti. Oxirgi turlarda Nima yetishmayapti Arteta jamoasiga va Artetaga. endi baribir xarakteri bo'lsa kerak bu yerda ham. Tajribasizlik emasda endi. Bilmadim, Arsenal dinkasiga kirib qolganmi bu narsa? Birinchi mavsumni, birinchi davrani zo'r o'tkazadi. Ikkinchi davrada esa qoqilishni boshlaydi. Ketma-ket 3 mavsumdan beri shu narsa takrorlanyapti. Hattoki o'tgan mavsumda Arsenal chempion ham bo'lgan deyarli. Lekin oxirgi turlarda City olib ketib qoldi yana. Endi biz uchun nisbatan qiziqroq bo'lgan mavzu bu hamyurtimiz o'ynayotgan Manchester Cityning o'yini edi. City bundan oldingi bahsda kubokda aylandi, shunaqamidi? Kubokda Husanovni umuman qaytamaga ham kirinmadi va muxlislarda shunaqangi ikki xil bir fikr tug'ildiki, birinchisi yoki Husanov hozir City darajasiga tortmayapti, o'sha O'zbekistonga kelganligi, bu yerdagi voqeliklar, bu yerdagi o'yinlari, o'sha menimisi, boshqasi tufayli unda qanaqadir bir charchoq holatimi, psixologik buzilish bo'lganligini hisobiga balki unga umuman dam berishga qaror qilgandir deyildi. Yoki bo'lmasam ikkinchi variant Husanovni Manchester derbisiga asrab qo'ydi degan gaplar bor edi. Va afsuski ko'proq birinchi variant haqiqatga yaqindek ko'rinyapti. Ya'ni kechagi o'sha Manchester derbisida biz Husanovni maydonda ko'rmadik. Zaxirada bor edi, qaytmada bor edi, ammo uni o'yinga tushirmadi. Bunga sabab nimada? Endi O'rayli degan bir mana chap qanot futbolchisi paydo bo'ldi. Klub bahslarida ketma-ket gollar urib, chap qanotni yondirib tashlagan o'yinchi, hattoki Gvardioldan joyini olib qo'ydi-da va Gvardiolni baribir super o'yinchi Gvardiol hozirgi Cityda. Asosiy yuragi deyishimiz ham mumkin. Uni markazga qo'yyapti Diash bilan, lekin shu tufayli hammikin Husanov umuman tarkibga keta olmayapti. Bunga nima deysiz? Mana men bunaqa deb o'yladim. Kubokda bo'lsa faqat birinchi marta emas, Husanov maydonga tushmasligi, zo'r hammani ko'zga ko'ringan vaqtda ham ko'p o'yinda maydonga tushirmagan. O'shanda dam berganligi aniq bo'ldi-da, chunki muhim o'yinlarda tushirgandir. Bundan xuddi shunaqa narsa edi. Men o'ylashimcha, Pep shunaqa qilgan. O'sha derbiga olib qo'yaman Husanovni. Kubokda emas. Kubok endi unchalik muhim o'yin emas-da, baribir tan olish kerak. Derbiga nisbatan. Derbiga nisbatan muhim emasdir, lekin hozir bu mavzunda endi Manchester bitta bo'lsa ham titul uchishi uchun aynan bitta kubok qolganda hozir shunga kurashyapti jamoa. Qiyinchilik bilan bo'lsa ham. Endi baribir Husanovga dam berishga qaror qilgan. Shunaqa deb o'yladim va derbiga tushirmoqchi bo'lgan va chap qanotda o'sha O'Reilly zo'r ochilib ketgandan keyin fikr o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Gvardiolni olib tashlolmaydi. Baribir Husanov darajasi ancha balandroq, ancha tajribaliroq Cityga kelganda shu. Aytganingizdek, ayni vaqtda Cityning yuragi tizarkan, bemalol adashmagan bo'laqa o'zi markaziy himoyachi edi Gvardiol. Uni qanot himoyachisiga aylantirdi Gvardiol. Maydonda o'ynatishim kerak deb. Shunaqa. Va o'sha Gvardiolning eng plus tomoni u himoyada yana yaxshi himoyada qiladi. Hujum bo'lganda hujumda bu so'zini aytadi. O'sha Realga ham qo'lini ko'rganda Gvardiol pas bergan. Esingizda bo'lsa, shunaqa. Xuddi shunday Gvardiol olib tasholmaydi. Qarasa, O'Reilly juda yaxshi qo'shilib ketdi. O'sha kubokda ikkita comeback bilan gol urganda ham City ikkita assistni ham o'sha O'Reilly bajardi. Shuning uchun derbiga o'sha O'Reillyni tushirdi, markazga Gvardiolni qo'ydi, baribir olib tasholmaydi uni maydondan. Husanov esa zaxirada qoldi. Maydonga tushirishi mumkin edi, qachonki himoyadagi muammolar paydo bo'lgandi. Himoyada juda yomon o'ynamadi City. Lekin gol qilmay olmadi. Shuning uchun Husanovni kecha maydonda ko'rmadik. Lekin bir narsani tan olish kerak, kecha United nisbatan Cityga ko'ra
Citydan ko'ra yaxshiroq o'ynadi qaraganda. Unitedda bitta minusi, Unitedda hujumchilar yetishmayapti. Garnacho hujumchi emasligini ko'rsatyapti. O'z Stexay uni o'ng qanotga qo'ygani yaxshi uzatmalar bergandi, lekin chap qanotda eski Viniciusni eslatib yuboryapti-da Garnacho. O'zi aldab bir nimani qilaman deydi, o'xshamaydi. Undan ko'ra tinchgina uzatma bergani yaxshi. Hoyland nuqtani kutadi, to'p kelishini kutadi. U yaqqol hujumchi. Bir maydonda tirik futbolchi desak, Bruno hamma joyda o'ynab yuribdi. O'sha Xayrulla Hamidov ustozimiz bitta gapi bor-ku, eshitganmisiz? Bruno Uniteddan ketsa oltin to'p oladi degan gap-ku. Xuddi shunaqa bo'ldi. O'zi nima yetishmayapti Manchesterga? Qancha murabbiylar almashyapti. Hujumchi yetishmayapti. Mana Sotib olyapti. Nimaga boshqa klubda zo'r o'ynagan futbolchilarni sotib olyapti, kuchaytirmoqchi bo'lyapti, katta pullar sarflayapti, ketma-ket murabbiylar almashtiryapti, lekin nega natija yo'q? Va ular mana bu klubga kelgandan keyin o'zini ko'rsata olishmayapti. lekin Unitedga ketgandan keyin o'zini ko'rsatishi kerak. Qani misol uchun Antoni aytdik, hali kimlar bor edi? Bir qancha o'yinchilar Uniteddan ketdi va Endi balkim o'sha murabbiy juda ko'p almashgani ham ta'sir qilishi mumkin futbolchilarga. Va endi bu narsada biror narsa deya olmayman, lekin Amorimga e'tirozim hujumchisi o'ynayotgani. Garnacho qanot hujumchisi. Bitta Hoyland markaziy hujumchi bo'lgani bilan Bruno yarim himoyachi. 5 ta himoyachi bilan o'ynayapti. Hattoki 6 ta. Bu yoqda Dalot, orqada 4 ta asosiysi, o'rtada yana 2 ta markaziy tayanch himoyachi. Eski O'zbekiston eslatib yuboryapti-da menga. Kazemiro bilan Erikson. Sal hujumkorroq futbol namoyish etsa, United juda yaxshi o'ynaydi. Bruno vaziyat yaratish bo'yicha martoyda eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Juda yaxshi zo'r futbolchi. Faqat hufta qo'yadigan o'yinchilar kerak. Unitedga. albatta United hozir puli o'rlarda yuribdi. Keyingi mavsum hech bo'lmaganda bironta bir Yevropa ligalariga harakat qilyapti hozir. Albatta klubning impulslariga sabr tilayman, chunki har mavsum MUdan nimada kutiladi? Yangi o'yinchilar olinadi, yangi bir kashfiyotlar qilinadi va mana bu mavsum endi MU sal bo'lsa ham o'ziga o'xshasa kerak, chempionlik shu kurashsa kerak deyiladi-yu, lekin o'sha Fergyuson davridan beri hali o'ziga kela olgani yo'q. Keyin o'sha Kusanov mavzusini yakunlab qo'yadigan bo'lsak, Kusanov xullas mana shu oxirgi 2 o'yinda maydonga tushmayapti Manchester Citydan. Bo'lmasam o'sha himoyachi, asosiy himoyachilar deyiladigan Stones, Ake, Akanjilar jarohat olgan bir paytda Kusanov tushmayotganda albatta bizni xafa qiladi-yu, lekin baribir Veris Kusanov demasdan kutishga majburmiz. Endi aytib o'tish ham kerakki, Kusanov bilan bir paytda xarid qilingan braziliyalik deyarli Kusanovning transfer summasi 40 millionga yaqin summaga sotib olingan Vitor Reis APLda hali umuman debyut qilgani yo'q. O'sha ikkita kubok bahsida bir taymda o'ynadi, lekin APLda birorta ham o'yinga tushmayapti. Va shu holatdan kelib chiqadigan bo'lsak ham bu Kusanovning ancha o'ynaganligi va hali umidvorligini ham aytib o'tishimiz to'g'ri bo'lsa kerak. Ya men o'ylayman, keyingi o'yinlarda tushiradi baribir. O'sha Guardiola o'zini qanotiga qo'yadi, o'rtada ham beradi deysiz. Ha, bo'ldi. Vaqt tugadi uni. Mayli, shunday bo'lsin va shuningdek, xullas aytib o'tish kerakki, hali natija ham nuqtai nazaridan Manchester derbisida umuman hisob ochilmadi. 0-0 hisobga yetildi va bu natija endi United uchun ham, City uchun ham baribir salbiyroq. Nimaga? Chunki ham derbini yuta olmayapti jamoalar, ham o'sha MU yuqoriroqqa, City ham yuqoriroqqa Chempionlar Ligasi pog'onalariga chiqishga va o'z joyini mustahkamlashga ega bo'lishi mumkin edi, lekin bunday bo'lmadi. Va xullas endi vaqtimiz chegaralangan, o'shaning uchun dasturimiz yakunida Super Ligamizda ham aytib o'tishimiz kerak. O'zbekiston Super Ligasidan qiziqarli o'yinlar bo'layotganiga. Masalan, o'zim Neftchi va Nabahov uchrashuvini tomosha qildim. Qoyil qoldim ekan. Xuddiki o'sha endi Yevropa bilan solishtiramiz, ko'pincha juda bir Yevropa darajasiga tortmaydi-yu, lekin nimadir bor. Chunki o'sha Farg'onadagi stadion to'lgan. Keyin mana Nabahozda hozir teskari vaziyat va endi Neftchini kuchaytirishga harakat qilyapti. Ancha homiylik qilyapti menimcha hokimlik ham. Tarkib ancha kuchaytirilgan, terma jamoa o'yinchilari bor, yaxshi legionerlari bor va shuni hisobiga ham bu o'yinni chiroyli o'ylab qo'ydi. To'la stadion, qo'llab-quvvatlash ham joyida, atmosfera ham joyida.
va yana RTRKning translyatsiyasi ham juda zo'r emas, lekin favqulodda amallashyapti. Yaxshi manzara ko'rdim kecha. Va ushbu o'yinda Neftchi hali mavsumda g'alaba qozonmagan ekan. Kechagi o'yinda kambeklar bilan 3-2 hisobida mag'lub etdi. Bu endi Vodiy deb bilsa, o'ziga xos o'yin bo'ldi. Yagona orada lekin pozitsionni. Men darsda o'tirganimiz vaqt onlayn darsda kompyuterda bu yoqda dars bo'layotdi, bu yoqda baqirib yubordimda, o'shani golni ko'rib, dor naqshab bo'ldi endi ko'nglim. Mana Yevropa biroz o'xshasa bo'ladi menimcha. Sababi gollar juda chiroyli. Yevropaga tortadi. Muxlislar darajasi bemalol Yevropaga. Faqat sal muhit va translyatsiya masalasi. Ha, endi qaysidir mana o'xshatish kerak. Ya zo'r bu. Buni yana intriga bo'ladigan bir tomoni Navbahor uchun mana Neftchidan ham boshlaylik. Neftchi uchun Navbahor Neftchiga transfer bo'ldik ko'plab. Iskandarovlar o'tdi, misolga. Navbahor ko'p o'yinchisi Neftchiga o'tib ketdi. Bularda bitta narsa Neftchiga o'tib zo'r bo'lib ketdim degan savolga javob berish mumkin edi. Ya'ni boshqa jamoaga o'tding, qanday manfaat qo'yilatyapsan degan savolga javob berish kerak edi. Navbahorda ham va biz o'yinchilarimizni boshqa jamoaga bersak ham hech narsa yo'qotmaymiz, baribir o'sha o'yinimizni qilamiz degan savolga javob berish kerak edi. Shuning uchun ham qaysidir o'rinlarda juda qiziq bo'lib ketdi. Birinchi navbatda o'sha derbi, ikkinchisi Samuxonda o'sha transferda. Neftchini birinchi g'alabasi deb aytib o'tganim yo'q, to'g'ri aytaman. Bu ikkinchi g'alabasi, ikkita mag'lubiyat va mana ikkita bu kechagi g'alabasidan keyin ikkita g'alaba bo'ldi. Buni o'zbekistonga yutqizgandi. 2 mag'lubiyat, 2 g'alaba bilan hozir 6 ochkoga ega bo'lyapti. Shuningdek, Buxoroga Bunyodkor o'yinida 0-2 hisobda Bunyodkor g'alaba qozondi va o'tgan yilgi Bunyodkor yo'q bo'ldi. O'tgan yil qayta o'yinga omadsiz jamoaga aylanib qolgandi, hattoki quyi o'rinlarga tushib ketmasmikin mavsumga qizlar degandek yaxshi o'rnini saqlab qoldi va bu mavsum endi hozir chempionlik uchun kurash olib boryapti deyishimiz ham mumkin. Keyingi o'yinlarning natijasini aytib o'tsam, Surxon Qo'qonni 3-1 hisobida mag'lub etdi. Sho'rtan Nasafga 1-4 hisobida mag'lub bo'ldi. Andijon Mash'al uchrashuvida Andijon ham g'alabaga erishdi. So'g'dilxon esa Paxtakorni mag'lubiyatga uchratdi. Paxtakorga bilib nimalari bo'lyapti. OKMK Dinamo bahsida esa nursiz durang qayd etildi. Endi men o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, eng bir to'yin qoldirayotgan jamoalar nazarimda Dinamo va Paxtakor bo'lsa kerak. Nimasi bilan? Dinamo kutilmaganda yuqori o'yinlarga harakat qilyapti va g'alabalarga erishyapti. Paxtakor esa shuncha tarkib va murabbiy bilan natija olmayapti. Bunga nima deysiz? Ushbu o'yinlar haqida fikrlaringiz? Endi Dinamo rostdan zo'r jamoa. Abramov lekin ancha tiklabda, ancha o'stirdi va kecha Olmaliq o'yinida ham, Qo'qon o'yinida ham murabbiylar jangi bo'ldi-da. O'sha Mirzaboyev bilan Abramov jangi bo'ldi. Zo'r o'yin bo'ldi chindan, faqat o'sha jamoalarga biroz omad yetishmadi. Paxtakorga keladigan bo'lsak, endi Paxtakor bilmadim. Mendan ham o'sha savol bor-da. Shuncha transferlar qildi, murabbiy misol uchun yaxshi. Obishlik mutaxassis deyildi, katta klublarda ishlagan deyildi, yordamchi mutaxassis bo'lgan bo'lsa endi. Lekin baribir o'zim oqlamayapti. Buni sababini nimaga bilmadim. O'zim hayronman. Xullas Paxtakorning omadsizliklari davom etadi. Jamoa 4 o'yinda atiga 3 ochko ishladi, bitta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat. Va turnir jadvalida boshqarib borayotgan jamoalar hozir Bunyodkor bo'lyapti. Bunyodkorda 10 ochko, OKMKda ham 10 ochko. Nasaf va Dinamoda 8 ta ochkolar bor. Buxoro, Andijon, Neftchi, Xorazm jamoalari esa 6 ta ochko jamg'arishgan. O'zi Xorazm qanday to'g'ri himoyalik jamoa deyishimiz mumkin, chunki ikkita o'yinda ketma-ket g'alaba qozondi va keyingi ikkita o'yinda mag'lubiyatga uchradi. G'alabaga erishmagan bitta jamoa qolyapti. Sho'rtan 4 o'yinda atiga 1 ochko jamg'argan. Bunaqa natijalar. Xo'p, mana bu jadvalni hozir ko'rib turibmiz-ku. Yakunda hali 4 o'yin o'tkazildi. Yakunda chempionlik poygasida qaysi jamoalar imkoniyati ko'proq bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? O'sha yuqorida 3 ta turgan jamoaning imkoniyati ko'proq deb o'ylayman. O'sha Bunyodkor yaxshimiz ko'rsatyapti hozir. Olmaliq, OKMK va Dinamo. Nasafchi. Endi mana Nasaf bilmadim, bu safar sal qiyin, chunki har qanday klub bir mavsum chempion bo'lgandan keyin keyingi mavsum ozroq pasayish kutiladi-da. Nasafda ham bu shunaqa. Lekin Nasaf ham yomon emas. Hozir 3 ta o'yindami durang bo'lgan va o'sha o'zini asosiy raqiblari bilan durang o'ynagan.
Navbahor bilanmidi? Yaxshi o'yinlarda durang o'ynagan. Ochlikda mag'lubiyati yo'q hali bu jamoaning. Nisbatan Ogimiki bilan Bunyodkorga qaraganda nasab baribir bu mavsum hozircha sal o'zini avvalgi darajasida ko'rsata olmayapti. Ha, shuning uchun. Va Paxtakorda ham baribir qaytsa kerak deb o'ylayapman. Chunki oldindagi o'sha legioner hujumchisi bor edi-yu, ismi bilmaydi. Shu yaxshi o'yin ko'rsatyapti hozir. Yana nimadirlar qilsa kerak murabbiy. Balki murabbiy almashishni hal bo'lishimiz mumkin keyingi turlarda. O'yinning keyingi natijalariga bog'liq. Va hali endi 4-chi tur o'tkazildi. Katta bir mavsum bor oldinda. Va har qanday natija ko'rishimiz mumkin. Endi keyingi yana bir o'yinchi turlariga borib, o'yinchi turlardan o'tgandan keyin balki shu chempionlik poygasidagi asosiy jamoalardan biri bo'lsa kerak ham. Ha, demak do'stlar, vaqtimiz ham chegaralangan. Demak, bugun imkon qadar o'sha o'tgan hafta yakunidagi Yevropa futbolidagi va o'zbek futbolidagi voqeliklarni imkon qadar tahlil qilishga, muhokama qilishga va o'z fikrlarimizni bayon qilishga harakat qildik. Siz ham o'z fikrlaringizni aynan izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Endi bu mavzularda soatlab gaplashishimiz, muhokamalar qilishimiz mumkin. Lekin aytib o'tgandek, vaqtimiz chegaralanganligi bois ham shu nuqtagacha fikr almasha oldik. Bugungi mehmonimiz bloger va jurnalist ukamiz Otabek Tog'ayev bo'ldi. Otabek, ishtirok uchun bor rahmat. Keyingi dasturlarda ham nasib qilsa birgalikda fikr almashamiz. Do'stlar, demak, keyingi efirlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Videoga like bosishni, izohlar qoldirishni va bizni o'sha YouTube'dagi, Instagram va Telegram, Facebook'dagi sahifalarimizga ham obuna bo'lishni va qo'llab-quvvatlashni unutmang. Salomat bo'ling.